Mana revmatizmi borlarga, bo'g'imlarida muammosi borlarga, sustavlarida og'riq borlarga uy sharoitida bepul maslahat birodarlar. Tabiiy do'rinishni giyohi, qo'y tikan giyohi. Mana shu qo'y tikan giyohining 100 grammini olasiz, 1 litr spirtga nastoyga qilasiz 21 kun. Xudo xolasa qorong'i joyga qo'yasiz, 21 kunga tayyor bo'ladi. Spirt o'zining yo'qotadi xususiyatini, nastoykaga aylanadi. Mana shu giyohning keyin surtma ravishda ishlatasiz. Bo'g'imlaringizda og'riqlar bo'lsa, bellaringizda og'riqlar bo'lsa, tizzalaringizda og'riqlar bo'lsa, revmatizm bo'lsa, mana shu giyohning ertalab kechqurun nastoykasini suring, xudo xolasa bo'g'im og'riqlari batamomlar xudo xolasa qutulsangiz bo'ladi. Juda ko'p insonlar bundan iste'mol qilib ko'rgan, o'zini damlab ichsangiz bo'ladi. Bir choy qoshiqini 300 gram qaynagan suvga damlab yarim soat 150 gram ertalab, 150 gram kechqurun iste'mol qilsangiz, bo'qoq, zob, uzdavoy zob, tugunlik bo'qoq bo'ladimi? Qalqonsimon bezda muammolaringiz bo'lsa, xudo xolasa yaxshi yordam beradi. Bo'qoqi borlarga ham yaxshi yordam beradi.